Assalomu alaykum. Bugun sizlarga GoSMM.uz saytidan ro'yxatdan o'tishni bosqichma-bosqich ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda brauzerga sayt nomini kirib olamiz va uni ochamiz. Brauzerga kirib olib GoSMM.uz deb yozamiz va poyezd tugmasini bosamiz. Sayt ochilgach, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Endi kerakli ma'lumotlarni kiritib olamiz. Email, parol, shunga o'xshash talab qilgan maydonlarni to'ldirib chiqamiz. Username uchun o'zingizning ismingizni qo'ysangiz bo'ladi, agar band bo'lmasa. Men oddiy foydalanuvchi deb nom berdim. Email qo'shamiz. Parol qo'yamiz. Roziman va robot emasligimizni tasdiqlab qo'yamiz. Ehtiyot bo'lamiz. Qo'yilgan parollar bir-biriga mos kelishi shart. Mana shunday qilib saytga muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdik. Yana savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing.